Dinshunoslikning dolzarb muammolar mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi sizni muhim ilmiy muloqot maydoniga taklif etadi. 2026-yil 21-aprel kuni akademiyada dinshunoslikning dolzarb muammolar mavzusida an'anaviy Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tadi. Globallashuv sharoitida din va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Diniy sohadagi islohotlar, ta'lim tizimidagi yangilanishlar hamda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning kirib kelishi dinshunoslikda yangi ilmiy yondashuvlar va kompleks tadqiqotlarni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib ushbu konferensiya nafaqat ilmiy jamoatchilik uchun, balki amaliy soha vakillari uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, mazkur yo'nalishda mavjud muammolarni muhokama qilish, ilg'or g'oyalar va takliflarni ishlab chiqish hamda ilmiy hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur konferensiyaning asosiy maqsadi respublikamizda dinshunoslik fanini o'qitish sifatini yanada oshirish, zamonaviy yondashuvlarni joriy etish hamda ilmiy amaliy muammolar yuzasidan fikr almashishdan iborat. Konferensiya doirasida quyidagi masalalar muhokama qilinadi: jamiyat barqarorligini ta'minlashda mahalla instituti va diniy an'analarning o'rni, O'zbekiston Respublikasida diniy sohadagi qonunchilik islohotlari va ularning huquqiy asoslari, dinshunoslik ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalalari, sun'iy intellekt texnologiyalarining diniy jarayonlarga ta'siri, imkoniyatlar va ehtimoliy muammolar. Barchangizni ushbu nufuzli ilmiy anjumanda faol ishtirok etishga chorlaymiz.